Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana kombaynimiz sotiladi. Holatlari, ramalari butun. Motorlari ochilmagan. Rasodlari yo'q. Dokumentlari bor. Holatlari o'rtacha. Mana shu holat ko'rib turganlaringdek. Balonlari, oldilari, jatkalari, ichlari jatkalarni. Yili 89-yil ekan. Ramalarda siniq-siniq joylari yo'q. Radiatorlar butun. Akkumulyatorlari yangi. Narxini 100 million so'm baho etyapti. Tushib beriladi. Kelishaveradi. Telefon nomeri qo'yib qo'yamiz. Telefon nomeriga telefon qilib, barcha qiziqqanlar bo'lsa gaplashaverasizlar.